Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиклар, internet chaydonlari. Yaxshimisizlar? Mana bugun zalli obzoriga o'tadigan bo'lsak, Европейский remontimiz полный tamom bo'ldi. Xo'p, mana bu ustunlar o'sha paytdagi tarixiy ustunlar. Bularga shunchaki ishlov berib chiqildi. To'g'risi, o'sha holicha qolishi uchun. Endi mana stul gilamlarni olib kirib qo'ydik. O'tga mebelga narsalarni taxlab qo'ydik. Mana kraska bo'lgan полный pol. Chiroyli bo'lib. Mana yo'lda mana derazalar o'rnatilgan. Hammasi idealniy holida. Mana mana qadimiy tosh oynalardan qo'yilgan, vashshi idealniy holatda. Chiqib ketayotganingizda bitta ustuvoshlaringizga qarab chiroyli bo'lib chiqib ketasiz. Mana chiroyli gilamlarni solib qo'yishibdi. Bu ham полный европейский remontdan chiqqan mana. Hamma narsasi joyida. Ozgina ishlari bor. Endi xudo xolisa ular sizlarning ko'zingizga ko'rinmaydi. Xudo xolisa u ishlarni ham bitirib tashlaymiz. Nasib. Mana bu yerga mebelli oynalar qo'yilgan MDF dan. Chiroyli qilib mana ishlab chiqilgan bu yerga. Baquvvat MDF oynalar. Mana ichkarida bundan ichkalari bilan chetlari. Padakonniklari. Shu idealniy holatda. Botlarni sizlarga oldin ko'rsatganman. Hammasini общий obzorlarda, общий videolarimda hammasini aytib, ko'rsatib o'tib ketganman. Har bitta endi bu yerda o'sha mayda chudalar olib kirib qo'yilgan. Har bitta xonani bittadan obzor qilib bergan holatlarim ham bor. Hammasini kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga va YouTube kanalimga kirsanglar, hammasi tashab qo'yilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishinglar. Sizlar bilan Ro'zmatjon G'ayratjonovich bo'ldi.